O'zbekiston bo'yicha Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan eng arzon narxda motor, korobka va boshqa turdagi zapchastlar sotiladigan joyga kelganman. Bu yerdan siz gazda hamda dizel yoqilg'isida harakatlanadigan Citrak motor, Vichay motor qolaversa, havo motorlarini topishingiz mumkin. Yillari 2016-yilda 2021-yilgacha ishlab chiqarilgan motorlar mavjud. Narxiga keladigan bo'lsak, 3000 AQSh dollardan boshlanadi. Kelib ko'rib yoqtiring, tevasida yana savdolashadigan joylari ham bor. Chunki bu Xitoydan birinchi qo'l aynan mana shu yerga kelgan motorlar. Qolaversa siz bu yerda mana shunday 8 talik, 10 talik, 12 talik mexanika korobka hamda ZF avtomat korobkalarni olishingiz mumkin. Narxi 1200 AQSh dollardan boshlanadi. Mana bu yerda turgan motorlar samospallar uchun gazda, dizelda harakatlanadigan Vichay hamda havo motorlar bo'lsa, bu tomonda o'sha trenddagi Euro 6 motordan zerikkanlar uchun naqd 540 ot kuchiga ega Citrak motorlar bor. Mana bu tomondagi turgan motorlarni zapchast hisobida ham sotilaveradi akalar. Motorlar soni juda ham ko'p. Kelib ko'rib, xohlaganingizni yoqtirib tanlab olsangiz bo'ladi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlash tugmasini bosib qo'ysangiz, o'zingizga kerak bo'lgan paytda osongina topib olsangiz bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Manzil Andijon shahrida turibdi. Bu videoni motor qidiruvga, furash tanishlarga jo'natib qo'yishim esdan chiqmasin.